Bugun oyim bilan birga to'ppa ovqatini tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi un, suzma qatiq, durda va turli xil ko'katlar. Birinchi bo'lib undan xamir tayyorlab olamiz. Sizlar sotmaylar. O'zingizlar qilinglar. Endi ustiga soladigan narsalarimizni tayyorlab olamiz. Suzmani suyultirib, tuz qo'shamiz. Ko'katlarni kesib, hammasini tayyor qatig'imizga qo'shib aralashtiramiz. Idishni gazga qo'yib, unga to'ldirib suv solamiz. Tuzni aralashtirib, suv qaynab chiqqanidan keyin tayyor xamirlarimizni bitta-bitta solamiz. Xamir pishib chiqquncha men sizlarga yangi olgan idish tovoqlarimni ko'rsataman. Bitta naborni o'zida 32 ta idish, 2 ta salatnitsa, 6 ta kattalagan, 6 ta kosa, 6 ta tarelka, 6 ta piyola va 6 ta chuqur likopcha. Bu idishlarni hammasini Uzum marketdan atigi 494.900 so'mga oldim. Sizlarga ham kerak bo'lib qoladi deb artikulni описаниеda qoldirdim. Ungacha xamir ham tayyor bo'ldi. Uzumdan olgan laganlarimga chiroyli qilib xamirlarni oyijonim taxlab chiqdilar. Endi tayyor xamir ustiga durda boya tayyorlagan ko'katli qatiqlarimiz, ko'rinishi va albatta mazasi uchun har xil ko'katlarni sepib chiqamiz. Ustiga qalampir ham qo'yib qo'yamiz. Shu bilan to'ppa ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqdimi? Kelinglar mehmonga.